Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Xamenei rejasi va Trampning sabri, yangi to'qnashuv oldidan siyosiy shaxmat. Zelenskiy mantig'iga ko'ra, Rossiya chegaralari Ukraina g'arbigacha yetib borishi mumkin. Medvedchuk. Elon Muskning da'vosi: global elita ichidagi yashirin urush yuzaga chiqdimi? Arab dengizida Linkoln: Tramp davrining eng keskin harbiy qadami. Buyuk Britaniya AQShni qayta sotib olishi kerak. Piers Morgan. Xamenei rejasi va Trampning sabri, yangi to'qnashuv oldidan siyosiy shaxmat. AQSh davlat departamenti Eron bilan bog'liq keskin bayonot berib, Washingtonning harbiy choralarini ko'rib chiqish ehtimoli hanuz kun tartibida qolayotganini ochiq ma'lum qildi. X ijtimoiy tarmog'ida fors tilida e'lon qilingan rasmiy postda AQSh tomoni Eron tomonidan Amerika harbiy bazalariga zarba berish bo'yicha turli ssenariylar ishlab chiqilayotgani haqidagi xabarlardan xabardor ekanini bildirgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, AQSh prezidenti Tramp ilgari qayd etganidek, Washington uchun barcha variantlar ochiq va hech biri rad etilmagan. Agar Eron rejimi AQShning harbiy yoki strategik obyektlarga hujum qilishga jur'at etsa, bunga javoban misli ko'rilmagan darajada keskin va kuchli zarba berilishi haqida ogohlantirgan. Davlat departamenti postida Trampning qat'iy ohangdagi pozitsiyasi ham alohida urg'u berib eslatilib, Tehronga nisbatan Tramp bilan o'ynashmang degan ochiq va diplomatik jihatdan nihoyatda keskin signal yuborilgan. Mazkur bayonot Yaqin Sharqda allaqachon tarang bo'lib turgan vaziyat fonida AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik yangi bosqichga chiqishi mumkinligidan darak beruvchi siyosiy ogohlantirish sifatida baholanmoqda. Zelenskiy mantig'iga ko'ra, Rossiya chegaralari Ukraina g'arbigacha yetib borishi mumkin. Medvedchuk. Rossiya chegaralari agar Vladimir Zelenskiyning mantig'idan kelib chiqilsa, Ukraina g'arbidagi Ivano-Frankovsk viloyati hududidan o'tishi mumkin. Bu haqda O'zga Ukraina harakati rahbari, muxolifat platformasi Hayot uchun partiyasining sobiq yetakchisi Viktor Medvedchuk TASSga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hududlarni til belgisi asosida ajratish g'oyasi Zelenskiyni o'z tuzog'iga tushirgan. Agar ukrain tilida so'zlashadigan joylar Ukraina hududi deb qabul qilinsa, mantiqan Rossiya chegaralari sharqda emas, Ivano-Frankovsk viloyati atrofiga to'g'ri keladi, dedi Medvedchuk. Demilitarizatsiya masalasiga to'xtalar ekan, AQSh rejalarida tilga olinayotgan bahsli hududlar g'oyasiga munosabat bildirib, maxsus harbiy operatsiya butun Ukraina hududini demilitarizatsiya qilish maqsadi ko'zlashini ta'kidladi. Ukraina qurolsizlangan hudud sifatida ham Rossiya ham oddiy ukrainaliklar uchun maqbul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. Medvedchuk o'z bayonotida ilgari ham g'arbpara siyosatchilarni monomilliy davlat tuzishga urinish, hududlarni yo'qotish va davlat inqiroziga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirganini bildiradi. Rus tilida so'zlashuvchi yahudiy Zelenskiy Ukrainaning neonatsist monomilliy davlat tepasida nima qilyapti degan savol tug'iladi. Ya'ni neonatsizm siyosati bugun uning yaratuvchilariga qarshi ishlamoqda. Uni demokratik yo'l bilan bekor qilishning esa imkoni yo'q. Faqat bir narsa qoladi: Rossiya aholisi bilan birga tarixiy rus yerlarini qaytarib olish va u yerda hech kimning ona tilini, dilini, dinini, madaniyatini, tarixiy xotirasini taqiqlamaydi, deya qo'shimcha qildi u. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Elon Muskning da'vosi: global elita ichidagi yashirin urush yuzaga chiqdimi? Tadbirkor Elon Musk OpenAI, Microsoft kompaniyalaridan $134 milliard kompensatsiya undirishni so'rab mahkamaga murojaat qildi. Arizona AQSh federal sudi ko'rib chiqadi. Milliarderning da'vo qilishicha, u OpenAI dastlabki bosqichida qo'llab-quvvatlagan. Shu bois kompaniya qo'lga kiritgan noqonuniy foyda aynan unga tegishli bo'lishi kerak. Sudga taqdim qilingan hujjatlarda yozishicha, Musk 2015-yil ham muassis sifatida OpenAI'ni
tashkil etishda qatnashgan. Tadbirkorning o'sha davrdagi hissasi sabab kompaniya 65,5 milliard dollardan 109,4 milliard dollargacha, Microsoft esa OpenAIning aksiyalarini sotib olish bilan 25,1 milliard dollargacha foyda ko'rgan. Elon Musk'siz OpenAI bu darajaga erisha olmasdi. U boshlang'ich sarmoyaning asosiy qismini berdi. O'zining obro'sini ishga soldi va biznesni kengaytirish bo'yicha bilimlarini ulashdi. Yetakchi mutaxassis bu hissalarning qiymatini aniq hisoblab chiqdi, degan Muskning advokati Steven Molo. Milliarder sudga kiritgan hujjatlarda u kompaniyaga taxminan 38 million dollar, ya'ni dastlabki sarmoyaning qariyb 60%ni taqdim etgani, kadrlarni jalb qilishda yordam bergani ta'kidlanadi. Arab dengizida Lincoln, Tramp davrining eng keskin harbiy qadami. USS Abraham Lincoln boshchiligidagi AQSh zarba guruhi hozirda Osiyo Tinch okeani mintaqasidan strategik jihatdan muhim bo'lgan yo'nalish orqali Yaqin Sharqqa yo'l olmoqda. Aviatashuvchi Janubiy Xitoy dengizini tark etib, xalqaro savdo va harbiy harakatlar uchun muhim bo'lgan Malakka bo'g'ozi orqali Hind okeaniga chiqmoqda. Ushbu marshrut tasodifiy tanlanmagan bo'lib, u AQSh harbiy dengiz kuchlarining Osiyo va Yaqin Sharq o'rtasidagi tezkor manevr imkoniyatlarini namoyish etadi. Harbiy manbalarga ko'ra, Abraham Lincoln zarba guruhi tarkibiga zamonaviy esminetslar, raketa kreyserlari hamda ko'p maqsadli suvosti kemalari kiradi. Bu esa guruhni havo, dengiz va suvosti tahdidlarga qarshi mustaqil va yuqori darajada tayyor jangovar birlikka aylantiradi. Aviatashuvchi bortida joylashgan qiruvchi samolyotlar esa mintaqada razvedka, havo nazorati va ehtimoliy zarba operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Kutilishicha, zarba guruhi 2026-yil 25 yanvar atrofida Arab dengiziga yetib keladi. Bu esa Yaqin Sharqdagi murakkab geosiyosiy vaziyat fonida AQShning harbiy ishtirokini kuchaytirishi mumkin. Mutaxassislar ushbu harakatni mintaqadagi ittifoqchilarga siyosiy harbiy signal berish, dengiz yo'llari xavfsizligini ta'minlash hamda ehtimoliy keskinliklarga tezkor javob berishga tayyorgarlik sifatida baholamoqda. Shu tariqa Abraham Lincolnning Yaqin Sharqqa yo'l olishi global xavfsizlik arxitekturasida AQSh dengiz kuchlarining markaziy rolini yana bir bor ko'rsatmoqda. Buyuk Britaniya AQShni qayta sotib olishi kerak. Piers Morgan. AQSh prezidenti Trampning Grenlandiyani Qo'shma Shtatlar tarkibiga qo'shish haqidagi bayonotlaridan so'ng britaniyalik taniqli jurnalist Piers Morgan keskin va kinoyali chiqish bilan munosabat bildirdi. U Buyuk Britaniya AQShni qaytarib sotib olishi kerakligini taklif qildi. Bu haqda News nashri xabar bermoqda. Morgan ushbu fikrni X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e'lon qilar ekan. Trampning Grenlandiyani milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan sotib olish rejalari mantiqsiz ekanini masxara qildi. Jurnalistning yozishicha, agar AQSh Grenlandiyani sotib olmoqchi bo'lsa, Buyuk Britaniya ham AQShni sotib olishga haqli. Agar siz uni bizga sotmasangiz, prezident Tramp, biz Qo'shma Shtatlarga va bu foydali kelishuvga qarshi chiqqan har qanday davlatga tariflar joriy qilamiz, to'g'rimi, deya kinoya qildi Morgan. Uning ta'kidlashicha, AQShning Buyuk Britaniyaga qo'shilishi Shimoliy Atlantika xavfsizligini yanada mustahkamlashi mumkin. Axir u bir vaqtlar bizniki edi, deya qo'shimcha qildi jurnalist. Avvalroq The Economist nashri Trampning Grenlandiya bo'yicha pozitsiyasiga ta'sir etuvchi omillar haqida yozib, AQShning ayrim harbiy va geosiyosiy operatsiyalari Britaniya infratuzilmasiga bog'liq ekanini qayd etdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.